Assalomu alaykum. Toshvoqchilar kanalining aziz obunachilari. Mana bugun toshvoqimiz Paytaqda tuyachida qilindi, xudo xolasa. O'zimiz ustamiz. Mana ko'rib baho beraverasizlar. Toshvoqimiz mana shisha qo'yib qilingan, shisha. Odamning o'zini aksini ham ko'rsatadi. Demak, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beraveramiz. Mana shu uyimizda hozir narx-navolarni aytib o'tamiz. Narx-navolari xudo xolasa 135 mingdan mahsuloti usta ichida bo'ldi. 135 mingdan. 135 ming ichiga toshlari, oq sementi, mana bunaqa qora sementi, oq tosh, qora tosh, mana bunaqa oynagi bo'ladi. Uyda gaz faqat mana buni olib beradi. Kafilni ugolokdi. Yoqsa, endi ayrim kimlargadir yoqadi, kimlargadir yoqmasligi mumkin. Lekin olib bersa haqiqatan ham chiroyli chiqadi. Yaltirab mana ko'rinishlari. Hozir aloqaga chiqarasizlar. Narga uyni, nargi tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Agar uy qumshoq bo'lmagan bo'lsa, qumshoqning mahsulotini uyda gaz olib bersa, qumshoqqa nima ketsa olib bersa, 35 mingdan qumshoq xizmat haqiga qilamiz. Keyin 135 mingdan tosh suvoq mana shunaqa holatga qilib beramiz, xudo xolasa. Yana ham kataloglar bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bitta shu forma emas, boshqa formalar ham bor. Boshqacha dizaynlar ham bor. Kimki havas qilgan bo'lsa, eng kamida shunaqa uylar nasib qilsin hammaga. Videomiz tushunarli bo'ldi degan umiddamiz, xudo xolasa. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zimiz nomer bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.